Gapni aylantirma, tilni aylantirma menga, jahlimni chiqarma menga. Ta'timasdan, mana buni ish pul. Bular tepa-pas 199 ming aka. Nima? Ushlab turman. 99 mingga ko'rdim men reklamada. 99 ming adel aka tashqarida. Mana bitta turib gaplash, xalq qo'shyapsan. Qochmasdan gaplash. Men senga Shey ketganmi aka? 99 mingni men reklamada ko'rdim. Ishonsan, mashina men olgim kelyapti 99 mingga. Ya aka qarang, bu Brand Rose Premium, bunga отдельный akkaunt ham ochilgan. Menga qizig'i yo'q. 99 ming tepasida. Menga qizig'i yo'q unda. Men ko'rdim reklamada shuni berasan. Shu qanday tushunding? Voy, aka yo tushunishni xohlamaysiz, yo men sizga tushuntira olmayapman. Sen tushuntira olmayapsan menga. Men tushunishni xohlamayman. 99 mingga berasan bo'ldi. 99 ming narsalar pastda. Gapni aylantirma, tilni aylantirma menga, jahlimni chiqarma menga. To'g'ri gaplash. Isming nima sani? Nima bo'ladi? Isming nima? Abbos. Qattiqroq bos, tushundingmi? To'xta. Jindimisan? Baxt kelgin. Nima do'stlar menga? It. Do'stlar, Brand Rose'da shimlar, oyoq kiyimlar, futbolkalar, vetrovkalar hammasi 99 ming. Glavniyda eng ko'p do'stini belgilagan insonga boshdan oyoq sarpa qilib beramiz. 3 kundan keyin aniqlaymiz. Qani olg'a hamma kommentariyada do'stini belgilaymiz. Chishka deysizlarmi, krossovka deysizlarmi, barsovka deysizlarmi, hammasi 99 ming. Reklama qolma, maylimi aka? Do'stlar, klassika deysizlarmi, pol klassika deysizlarmi, sportivniy deysizlarmi, men umuman zohid kiyadigan shimlardan deysizlarmi, mango kiyadigan shimlardan deysizlarmi? Xullas, liboy shim narxi 99 ming.